mavjud ayrim o'quv markazlarining joylashuvi to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Global o'quv markazi Uzunda markazida joylashgan. Toshkent Stenkani ro'barasida. Mana shu yerda. Uzun avtoshoh bekati. Ishonch do'koni, stomatologiya, mana global o'quv markazi. Mana shu yerda joylashgan. Uzun tomondan kelishda o'ng qo'lda, bu yoqdan kelayotganda chap qo'lda joylashgan Marvarid o'quv markazi mana shu yerda joylashgan. Yangi Turon o'quv markazi Uzun tumani Joncheka Pavorat deb tanilgan joyda joylashgan. Mana bu tomondan kelganda, mana bu somsaxonaning ro'parasida. Bu yoqdan Deno tomondan kelganda chap qo'lda joylashgan mana shu o'quv markaz. Mana shu yerda joylashgan. Ikkinchi qavatida. Mana bu binoning ikkinchi qavati. Grand Study o'quv markazi. Bu o'quv markaz Joncheka Pavoratda joylashgan. Mana bu kelayotgan uzun tomon kelayotganda o'ng qo'lda mana shu yerda joylashgan. Uzundan kelayotganda chap qo'l tomonni mana shu Joncheka Pavoratga yetmasdan mana shu yerda mana shu o'quv markazi mana shu yerda joylashgan.